Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Judayam ko'pchilik kutgan bot qaytdi. Bu bot vazifasi yaqinlaringiz qaysi guruhlarga a'zo bo'lganligini aniqlab beradi. Misol qaysi guruhga a'zo bo'lib chiqib ketdi, oldin akkauntini shu Telegram ochgandan buyon necha marta o'zgartirgan ismini, username hammasini tarixini chiqazib beradi. Bu botni biz 2 yil oldin chiqazganimizda ruscha versiyasini chiqazganmiz va u botni foydalanish ko'pchilik tushunmagan. Bu bot o'zbekcha, qo'llab-quvvatlashi ham o'zbekcha. Bemalol sizlar bu botdan foydalanib, kimni username'dan shu qanaqa guruhlarga a'zo bo'lganligini bilib olmoqchi bo'lsalaringiz, tarixini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol ushbu botdan foydalansalaringiz bo'ladi. Hozir sizlarga foydalanishda ko'rsatib beraman. Birinchi boshlash knopkasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda mana shunaqa yozuv chiqadi. Bot o'zi to'g'risida ozgincha ma'lumot bergan. Guruh qidiruv boti. Men Telegram foydalanuvchisi qaysi guruhlarda a'zo ekanini topaman. Buni o'qib olsalaringiz bo'ladi. Bu botni biz hozir dasturlab, misol obedni tugagan bo'lsa, mana soat 5 da sinovlardan o'tkazib, o'zi videoni yozib chiqazyapmiz. Bemalol foydalansalaringiz bo'ladi. Buni mendan juda ham ko'pchilik so'ragan va sizlar so'raganlaringiz uchun ham yana qaytadan o'zimiz dasturlab chiqdik. O'zbek tilida bemalol foydalanasizlar. Xo'p, buni o'qib olasizlar. O'qib olganlaringizdan keyin bitta kanali bor, mana shu Nest Info o'zini har xil ma'lumotlar, yangiliklarini mana shu kanalga joylab turamiz. Bunga qo'shilib olasizlar va tasdiqlashni, tekshirishni bosasizlar. Bo'ldi. Endi bu botga sizlar username yoki IDsini yoki sizga yuborgan xabardan ham jo'natsalaringiz, bu bot topib beradi. Hozir shuni amalda ko'rsatib beraman. Bizda bitta foydalanuvchi bor. Mana bu foydalanuvchini men bu guruhdan olganman. Ya'ni bu ham o'zimizni shu Telegram marketing guruhimizdan olganman. Ko'rishingiz mumkin. Bu foydalanuvchi ustiga bossak, mana shu guruhda bor. Biz buni username'imiz bor ekan. Buni nusxalab olamiz. Yokida ID raqami bu yerda ko'rinadi. Endi sizlar qanaqa Telegram turi ishlatishlaringizga bog'liq. Hozir bu Telegrafda mana bu yerda ko'rinadi. 3 ta nuqtachani bossanglar. Xo'p, 3 ta nuqtachani bosamiz. Mana oxirida ID raqam turibdi. Mana shuni nusxalab olasizlar yokida user bo'lsa, shu username'ni nusxalab olasizlar. Hozirda username'ni nusxalab olaman. Oldim va botga o'tib qo'yamiz. Mana qo'yganimizda ko'rishingiz mumkin, bu username qanaqa guruhlarga a'zo bo'lganligini chiqazib berdi, faqat hali ko'rsatgani yo'q. Sababi bizni balansimiz nolligini hisobiga ko'rsatib bermadi. Hozir biz balansni adminga yozib shu to'ldirgizamiz. Lekin bu yerda boshlang'ich ma'lumotlari berib qo'ygan. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, Telegram IDsi, username'si va topilgan guruhlar 90 ta guruhga, misol a'zo bo'lgan ekan shu username. Lekin hali guruhlarni ochib bermadi. Sababi balansimiz 0. Endigi navbatda biz adminga yozib hisobimizni to'ldirib olamiz. Hisobimizni to'ldirish uchun sizning IDingizni nusxalab olamiz va balans to'ldirish ustiga bosganimizda bizga o'zi administrator lichkasi keladi. Hozir men shu ko'rinishda xabar yozib oldim, administratorga tushunarli bo'ladigan qilib. Sizlar ham mana shunday xabar yuborsalaringiz, sizlarni ID raqamlaringiz orqali hisoblaringizni to'ldirib beradi. To'lov qilganlaringizdan so'ng hozir biz hisobimizni to'ldirib beradi. 15,000 so'mga jo'natamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizni balansimizni to'ldirib berdi. 15,000 so'mga sizlar ham to'lov qilib chekin yuborsalaringiz balanslaringizni to'ldirib beradi. Bu botni o'zi asoschisi o'zim bo'laman, ya'ni o'zim dasturlatib tuzgan bot. To'lovlariga ham ishonchli, bemalol sizlar to'lov qilib foydalansalaringiz bo'ladi. Endi bu silkani biz qaytadan yuboramiz. Qaytadan yuborganimizda ma'lumotlar olinmoqda. Biroz kutamiz va ko'rishimiz mumkin, mana shu guruhlarga a'zo bo'lgan ekan. Bu guruhlar hammasida hozir bor emas, lekin shu faoliyati mobaynida, Telegramda yurgan faoliyati mobaynida mana shu guruhlarga kirib chiqqan va hozir qaysi guruhlarda bo'lsa, mana shu guruhlar ichidan biz qidirib topib olsak bo'ladi. Misol uchun, eski username mana bunaqa bo'lgan ekan. Ko'rishingiz mumkin.
eski IDlari bu bo'lgan ekan va 90 ta guruhlarga a'zo bo'lib kirib chiqib yurgan ekan. Endi birorta guruhga kirib ko'ramiz. Rostdan mana shu user shu guruhlarda birortasida bormikan? Misol uchun, birinchi guruhga kiradigan bo'lsak, mana shu guruh ekan. Qidiruvga foydalanuvchi shu userni qo'yamiz, joylash. Ko'rishingiz mumkin, foydalanuvchi chiqib kelyapti a'zolar qatoridan. Demak, mana shu guruhda shu a'zomiz bor ekan. Bot rostdan shu bazadan olib beryapti ekan ma'lumotlarni. Endi ba'zi bir guruhlarda bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, bu guruhga oldin qo'shilib, keyin chiqib ketgan bo'lsa, u foydalanuvchi bo'lmasligi mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bu guruhda yo'q. Lekin bu guruhga ham oldin qo'shilib, keyin chiqib ketgan. Ko'rsatilgan yo'ldan foydalanib, bemalol sizlar o'zlaringiz, yaqinlaringiz qaysi guruhlarga a'zo bo'lganini tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Bu yerda eski shu guruhlargacha chiqazib beradi va hozir qaysi guruhlarda bor, hammasini bu yerdan ko'rsalaringiz bo'ladi. Va birorta guruhga kirib, misol uchun kirgan guruh mana shu guruhga xabar yozganmikan, yozgan xabarini ham tekshirsalaringiz bo'ladi. Buning uchun qidiruvga bosasizlarda va mana bu odamchani rasmini ustiga bitta bosib turib, shuni userni qo'yasizlar yoki IDsini bitta qidiruvga bersalaringiz, agar gruppada birorta xabar yozgan bo'lsa, shu xabarni sizlarga ko'rsatadi, o'tkazib boradi. Bu foydalanuvchi mana shu xabarlarni yozgan deb.